Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Shevset Turishliq, Nabija A'la. Bugun yurtdoshlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Bugun 13 kundan 9 kuni. Bugun bergan Xitoyning axborot vositalarida e'lon qilingan xabarlarda Shuhrat Zakirniki butun lagerlarni, jazo lagerlarini bo'shatganligi, o'quvchilarni qo'yib berganligi, ularning erkin shaklda kelib ketalaydiganligi to'g'riliq bildirildi. Ammo hozir qadar o'zimizning urug' tuqqanlardan tek xabarimiz yo'q. Ularning lagerda, turmadimi, yo shehid bo'ldimi, bundan hech qanday xabarimiz yo'q turibdi. Akam achamniki. Shundan men ular uchun guvohlik, necha qatim guvohlik berganligim uchun bugun o'zimning yurtdoshlaridan men biladigan, hozirgacha izdirgi bo'lolmayotgan va shehid bo'lgan qarindoshlarimiz to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Avval guvohlik berganim Ablajon Ablamet. Ablajon Ablamet bu qarindishimiz bu yıl 45 yaş. 2016 yılı 4. ay 5. ay aralığında tutkun kılınan. Tutkun kılış sebebi hem de her xil şekildeki bana, böhtallar bilen tutkun kılınıp şu 2019 yılı gıcı izdirgi bulmagan. Yakında bazı bir izdirginin aile tavalıklarından anlaşımızca bu kardeşimizde Karmay'ın içki çoğunlukta kanunki içki bölüm ekkergerliği üyede davalı tip yani naiti beden acizleşip hatta manammıgıdek ahval bulup kağılık için kıyın kıstakның derside bu kardeşimizni davalatqılı Karmay doktorxanasına ekilip üyede hatta ki bir mazgil anısı körep bunda bir huşunu ketmegidek ahval bolgan vaqtida anandaki yüzüge bir kan yüzgemige aralığında anandan keyin anısını ekilip ko'rsatganligidek bir xabarni oldik. Undan keyin yana biraz u yerdan yaxshi bo'lgandan keyin yana bir ter bir ustixon bo'lib ozishib ketganligi. U yerdan anandan keyin biraz yaxshi bo'lgandan keyin yana jazo lageriga kirib ketganligidek bir xabarlarni anglatamiz. Bu qarindishimizning uydan 4 kishining hozirgacha ekan aks to'g'riliq Anvar Ablamet to'g'riliq guvohlik bergan to'q izdirigi yo'q bo'layotgan. Hozir bu qarindishimizning yana izdirigini oila tavobatlar olamaganligi uchun men bu yerda guvohlik beryapman. Şuna o'xshagan shaklda garchi qo'yib berdik yoki davolanish chiqadi degan bilanmi yanalam biroz mangalig'idek ahvolga kelgandilar yana kirib qolgandek ahvollar yana mavjud qarindoshlar. Shuning uchun biz bugungi kunda qo'yib berganligidan yoki bo'lmasa biroz bir nima qilganligidan buni xotirjam bo'lib kelsak bo'lmaydi. Qarindoshlarimizningki har qanday shaklda Magnitskiy qonunining ijro bo'layotganligidek bo'lash oldi turayotgandek bu ahvol ostida biz bularning izdirgini qilish bilan birga bularning so'rig'ini qilishimiz kerak. Ya'ni bularning nima uchun jazolanganligini, bularni jazolanishga sababchi bo'lgan shu Xitoy tajovuzchilar amaldorlarini sudga tortishimiz kerak. Shuning uchun biz izchil turda bularga guvohlik berishni davomlashtirsak yaxshi bo'ladi deb qaraymiz qarindoshlar. Yana birisiga aloqalashmayotgan, mana men onam bilan 2 yildan oshib ketdi. Telefon aloqasini qilolmayapmiz. Uyning telefoni uzuk, qo'l telefoni uzuk. Bunday ahvolda bu to'g'riliqmi guvohlik berishimiz muhim deb qarayman. Yana bir qarindishimiz bo'lsa Bilal. Bilal bu qarindishimiz biz bilan bir mahalda. Ya'ni mushu Ablajonning qiynakisi bo'ldi, ya'ni otasining yo'ldoshi bo'ldi. Bu qarindishimiz oilasidagilar 2016 yili 2 oyda Turkiyaga hijrat qilib chiqayotgandan keyin bu qarindishimizni izchil turda bolalaring qani, ayoling qani deb Xitoy tajovuzchilari tomonidan Qarmay davlat bexatarlik idorasidan izchil turda nimaga ilingan, qiyin qistoq ilingan. Qiyin qistoq ilinib shu jarayonda yurak kasali bo'lib 2017 yili 3-oyning 3-kuni juma kunida uyda tuyuqsiz kasal qo'zg'alib ketib, ya'ni yurak kasali tiqilmasi bilan vafotlab ketdi. Alloh bu qarindishimizni Alloh rahmat aylasin deymiz. Shunga o'xshagan shaklda bu qarindishimiz shu jarayonda Xitoyning qiyin qistoq ilish sababidan hayotidan ayrildi. Buna o'xshagan Bilal qarindishimizga o'xshagan qarindoshlarimizni aytdi. Jiq bu yil yashagan bo'lsa bu qarindishimiz 55 yoshga kirgan bo'ladi, 64-yilniki. Demak, sog'lom insonlarningki Xitoyning qiyin qistoqligi darajasida rejimida va shu har xil shaklli besimi tufaylidan hayotidan vaqtsiz ayrilayotganligi ko'ryapmiz. Demak,
Sharq Turkistonda har bir oilada bundaq fojiadan necha birsini ko'rib yetolmaymiz. Buning uchun qarindoshlar, biz o'zimiz biladigan qarindoshlarimiz to'g'riliq izchil turda qulim qo'shnilarimiz, do'stlar og'aynilarimiz, saboqdoshlarimiz bular to'g'riliq izchil turda guvohlikni boshlaylik. Guvohlik berishni davomlashtiraylik. Mushu oy nihoyat muhim halqalik oy. Xitoy tajovuzlari bizni lager yo'q deb yolg'on bijirlayotgan, xalqarodagi besim ortayotgan bugungi kunda siz bilan bizmi Xitoy tajovuz bo'lgan besimni ortaylik. Tamam, rahmat.